Avtodromda amaliy imtihon, tartib va baholash, B, S va D toifalari. Avtodromda amaliy imtihonda haydovchilikka nomzod 12 ta sinov mashqini bajaradi. Barcha mashqlar uchun 16 daqiqa vaqt beriladi. Belgilangan vaqtda mashqlar tugallanmasa yoki favqulodda holat sabab imtihon to'xtatilsa, natija bekor qilinadi. Mashqlar davomida har bir xato uchun jarima ballari qo'shiladi. Imtihon yakunida jarima ballari 100 balldan kam bo'lsa, imtihon muvaffaqiyatli topshirilgan. 100 ballga yetsa, imtihon topshirilmagan hisoblanadi. Avtodromda har bir toifa uchun alohida harakatlanish tasmasi belgilanadi. Nomzod yo'l belgilari, chiziqlar va belgilangan yo'nalishlarga qat'iy rioya qilishi shart. Birinchi, harakatlanishni boshlash. Start mashqi. Nomzod harakatni boshlashdan oldin o'rindiq va ko'zgularni rostlaydi. Xavfsizlik kamarini taqadi. Dvigatelni ishga tushiradi. Chap burilish chirog'ini yoqadi. Harakatlanishga tayyor ekanini tasdiqlaydi. Start buyrug'idan so'ng 30 soniya ichida start chizig'ini kesib o'tishi shart. Jarima ballari. 40 soniya ichida harakatni boshlamasa 100 ball. 30 soniya ichida boshlamasa 25 ball. Xavfsizlik kamarini taqmasa 5 ball. Chapga burilish chirog'ini yoqmasdan startdan o'tsa 5 ball. Start chizig'idan keyin 10 metr ichida chapga burilish chirog'ini o'chirmasa 5 ball. Ikkinchi, piyodalar o'tish joyidan o'tish mashqi. Transport vositasini to'xtash chizig'idan 1 metrdan ortiq bo'lmagan masofada to'xtatib, 3 soniya kutishi shart. Jarima ballari. Chiziqni bosib to'xtasa 20 ball. To'xtash chizig'idan oldin 1 metrdan ko'proq masofada to'xtasa 5 ball. 3 soniya kutmasdan harakatlansa 20 ball. Uchinchi, to'xtash va tik balandlikka ko'tarilish. Estakada mashqi. To'xtash chizig'i oldida to'xtab, 3 soniya kutib, 30 soniya ichida harakatni boshlashi kerak. Orqaga 0,3 metrdan ortiq siljish taqiqlanadi. Jarima ballari. Chiziqda to'xtamasa yoki bossa 20 ball. 3 soniya kutmasa 20 ball. Orqaga 0,3 metrdan ortiq siljisa 20 ball. 30 soniya ichida harakatni boshlamasa 25 ball. To'rtinchi, 90 gradus burchak ostida burilishlar mashqi. Nazorat chiziqlarini bosmasdan 2 daqiqa vaqt ichida bajarilishi shart. Jarima ballari. Nazorat chizig'ini bossa 20 ball. 2 daqiqadan ko'p vaqt sarflasa 15 ball. 5. Tartibga solingan chorrahadan o'tish mashqi. Svetofor ishoralariga qat'iy rioya qilinib, tegishli burilish chirog'i yoqiladi. Ushbu holatda harakat to'g'riga amalga oshiriladi. Jarima ballari. Qizil chiroqda chorrahaga kirsa 100 ball. Chiziqdan 1 metrdan uzoq to'xtasa 5 ball. Yashil chiroqda chorrahadan o'tish uchun 30 soniyadan ko'p vaqt sarflasa 10 ball. Burilish chirog'i yoqilmasa 5 ball. Oltinchi,
Ilon izi yo'lda harakatlanish mashqi. Nazorat chiziqlarni bosmasdan va 2 daqiqadan ko'p vaqt sarflamasdan bajariladi. Chiziq har gal bosilganda alohida xato hisoblanadi. Jarima ballari. Nazorat chizig'i bosilsa 20 ball. 2 daqiqadan ko'p vaqt sarflasa 15 ball. Navbatdagi chorrahada ham tartibga solingan chorrahadan o'tish mashqi talablari asosida harakatlanadi. Ushbu holatda harakat to'g'riga. 7. Tor joyda qayrilib olish uchun boksga kirish mashqi. Transport vositasini 2 daqiqadan ko'p vaqt sarflamasdan orqa bilan bir urinishda boksga kiritilib, keyin chiqarilishi kerak. Ushbu mashqni bajarishda haydovchilikka nomzod burilishlarni bajarishdan oldin tegishli yo'nalishdagi burilish chiroqlarini yoqishi kerak. Jarima ballari. G'ildiraklar mashqni qayd etish chizig'iga qo'yilmasa 20 ball. Nazorat chizig'i bosilsa 20 ball. 2 daqiqadan ko'p vaqt sarflansa 15 ball. Ushbu chorrahada ham tartibga solingan chorrahadan o'tish mashqi talablari asosida harakatlanadi. Mazkur holatda chapga burilish chirog'ini yoqib, chapga harakatlanadi. Qarama-qarshi tomondan to'g'riga harakatlanayotgan transport vositalari bo'lganda, ularni o'tkazib, keyin harakat davom ettiriladi. 8. Temir yo'l kesishmasidan o'tish mashqi. To'xtash chizig'i oldida to'xtab, 3 soniya kutgandan so'ng harakat davom ettiriladi. Jarima ballari. To'xtamasdan o'tsa 50 ball. Chiziqni bossa 20 ball. Chiziqdan 1 metrdan ortiq masofada to'xtasa 5 ball. 3 soniya kutmasa 20 ball. 9. Yo'lning tezlashish qismida harakatlanish mashqi. 4-7 belgisidan keyin 10 metr masofa ichida mexanik transmissiyali avtomobillarda ikkinchi uzatma qo'shilib, tezlik 20 km/soatdan oshiriladi. 3:24 belgisidan oldin tezlik pasaytiriladi. Jarima ballari. Ikkinchi uzatma qo'shilmasa 25 ball. 4-7 va 3:24 yo'l belgilari talabi buzilsa 5 ball. 10. Avariya holatda to'xtash mashqi. Maxsus ishora, ya'ni avtomobil salonida maxsus yorug'lik yoki tovushli ishora berilgandan so'ng 2 soniya ichida to'xtab, 3 soniya ichida avariya chirog'i yoqilishi shart. Jarima ballari. 2 soniya ichida to'xtamasa 20 ball. 3 soniya ichida avariya ishorasini yoqmasa 20 ball. Harakatni boshlash oldidan avariya ishorasini o'chirmasa 10 ball. Orqaga harakatlanib parallel to'xtash mashqi. Nazorat chiziqlarini bosmasdan 2 daqiqa ichida bajarilishi kerak. Jarima ballari. G'ildiraklar mashqni qayd etish chizig'iga to'liq qo'yilmasa 20 ball. Nazorat chizig'i bosilsa 20 ball. 2 daqiqadan ko'p vaqt sarflasa 15 ball. Keyingi chorrahada ham tartibga solingan chorrahadan o'tish mashqi talablari asosida harakatlanadi. Ushbu holatda o'ngga burilish chirog'ini yoqib, o'ngga harakatlanadi. 12. Harakatlanishni yakunlash. Finish mashqi. Finish chizig'idan oldin o'ng burilish chirog'i yoqiladi. To'xtab turish tormozi ishga tushirib, uzatma neytral holatga qo'yiladi yoki avtomat transmissiyali avtomobilda P
Parking holatiga qo'yiladi va dvigatel o'chiriladi. Xavfsizlik kamarini yechib, avtomobilni tark etiladi. Jarima ballari. Chiziqni kesib o'tishdan oldin o'ngga burilish ishorasi yoqilmasa 5 ball. Umumiy qoidalar. Dvigatel o'chirib qo'yilsa, har bir holat uchun 20 ball. Tezlik 20 km/soatdan oshsa, tezlashish mashqidan tashqari har 5 soniyaga 5 ball. Quyidagi holatlarda nomzod imtihondan o'ta olmaydi. Imtihonni o'zboshimchalik bilan tark etsa, sinov mashqlaridan birini bajarmasa, belgilangan yo'nalishdan chetga chiqib ketsa, belgilanmagan joylarda orqaga harakatlansa, boshqa transport vositasi bilan to'qnashuv sodir qilsa yoki to'siqqa borib urilsa, tezlikni soatiga 40 km/soatdan oshirib yuborsa, imtihon uchun 16 daqiqadan ko'p vaqt sarflasa. Avtodromda umumiy xatolar va jarima ballari.